Akamiz keldilar-da, 18 ta qamish oldilar. 18 ta qamish olib turib, bu yerda shopirlar bilan, o'zimiz shopirlar bilan gaplashishdi. Biz shopirlar Akbarovga 70 mingga tashlab beramiz deyishdi. O'zlari tomonidan shopirga telefon qiluvdilar, 60 mingga olib kelib beraveraman mayli dedi. Keyin u 10 mingga qizg'anib, Akbarovli shopir chaqirdilar, keldi. 12 ta qamish olgandan keyin bo'ldi, ag'ini ola olmayman. Yo'lda menga perikuriz bo'ladi, bunaqa deb xullas 12 tadan ag'ini olmadilar. 10 ming so'mga qizg'anib, o'sha to'liq yuklarini olib keta olmadilar. 12 ta yuklanganda qolgani qolaversin, keyingi safar olib ketaman dedilar-da. Qolgani qoldi, olib ketdilar. Xullas, bu yerdagi shopirlar 10 ming raznica qilgan bilan bunaqa 22 ta qamishni ham yuklab olib ketishaveradi. Mana shu 22 ta qamish yuklangan. Indamay olib ketishaveradi. Endi hisobini olinglar. 12 ta qamishni 60 mingga olib ketdilar. Hozir yana 6 tani olib ketadigan bo'lsalar, yana necha pul bo'ladi? 60 mingga olib ketadigan bo'lsalar, necha pul bo'ladi? 120 ming bo'ladimi qancha? Hisoblab kommentariyada yozib yuborishsin. Qaysi arzon tushadi yozib yuboringlar.